O'zbeklarda shunday maqol bor. Jo'jani kuzda sanaymiz. Mana kuz ham keldi, jo'jani sanash vaqti keldi. Assalomu alaykum. Hammaga yana bir bor. Mana shu dalada 2 marta, 3 marta syomka qildik. Bu yangi navimiz Samarqand nav, intensiv nav. Bugun 2025-yil 29-iyun kuni. Soat 12:45 tushlik vaqti. Mana bugun kombayn hosilni o'rishga kirdi. Kombayndan ko'rsating. Mana bu ekilgan dalamiz Samarqand navining 2-yil ko'paytirish ko'chazori ekilgan dala. Hozir bu daladan yuqori avlodli original super elita urug'ini olamiz va Jonboy dom bilan shartnoma qilganmiz 60 tonna yuqori avlodli super elita urug' avlodini topshiramiz. Sal yaqin keling. Mana qarangizlar, ideal. Hozir kutiladigan hosil 100 sentnergacha. Kombayn endi boshladi. Kun davomida olingan hosilni ham syomka qilamiz. Hozir mana donini oladigan bo'lsak, botirga keling yaqinroq. Mana doni yirik. 1000 ta don vazn juda og'ir. Mana. Ko'ryaptimi? Olyapti. Dalaga yaxshilab qarating. Dala ideal. Nav tozaligi 100%, nav sofligi. Zamburug' kasalliklar bilan zararlanmagan, begona o'tlar bilan umuman zararlanmagan. Tipik bir xil. Bu navning birlamchi urug'chilik bilan shug'ullanishni boshladik. Endi har yili super elita avlodli urug'larni Jonboy tumani Yodgor Nazarov fermer xo'jaligiga olib boramiz har yili. Hozir birlamchi urug'chilik boshlangan. 1-yil avlod sinovini ajratib oldik. 2-yil avlod urug'lik bitomligini ham oldik va bu yil ham 3 gektarga 2-yil ko'paytirish urug'zorini yetishtirishga o'sha xirmon yig'ib oldik. Bu yil 2025-yil 3 gektar ko'paytirish ko'chazoridan 2-yil ko'paytirish ko'chazoridan urug'ni o'zimiz konditsiyaga yetkazib tozalaymiz, dorilaymiz va sertifikatini olib kelib, keyingi yilga super elita ekilgan dalalar Yodgor Nazarov fermer xo'jaligida kamida 50 gektardan 100 gektargacha ushbu navni yuqori avlodli urug'i super elitasini yetishtiramiz. Rahmat.